Shu yilning may oyida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash masalasi yuzasidan hukumatga parlament so'rovi yuborilgan edi. Senatorlar e'tiboriga uning natijalari ma'lum qilindi. Samarqand Bekobodda aholining ovqatdan ommaviy zaharlanish holatlari bu borada jiddiy muammolar borligini ko'rsatdi. Mana shu 10 oy ichida 28 ta holatda ommaviy zaharlanish qayd etildi. Bunda 424 ta odam jabrlandi. Eng achinarlisi mana shu jabrlanganlarning 206 tasi bolalarga to'g'ri kelyapti. Aynan shu ta'lim bilan bog'liq muassasalarda 11 ta holat va unda 333 ta odam jabrlandi. Buni ko'rinib turibdiki, oldimizda juda jiddiy vazifalar turibdi. Ovqatdan ommaviy zaharlanish holatlari bevosita o'sha joyda hech qanaqa sanitariya gigiyena talablariga javob bermaydigan aytaylik holatlarda yegulikni tayyorlash bilan bog'liq bo'lyapti. Yig'ilishda tadbirkorlarga litsenziya berish talablarini kuchaytirish kerakligi ta'kidlandi. Shu kungacha biz 2 yil mobaynida tadbirkorlarni tekshiruvlarini chekladik va buning natijasida mana raqamlar. 17-yilda 607 ta jabrlangan, 6 ta o'lgan. 2018-yilda 583 ta jabrlangan, 3 ta o'lgan. 2019-yilda 9 oyda 358 ta jabrlangan, 2 ta vafot etgan. Endi savol tug'iladi. Biz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab, tadbirkorning huquqini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerakmi yoki iste'molchini huquqini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerakmi? Xalqning salomatligini, xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerakmi? Ha, albatta. Shu nuqtai nazardan hozirgi mana sizlar ko'tarib qo'yib bergan masalalardagi yondashuv o'zgargani va normativ huquqiy hujjatlardagi bo'layotgan o'zgarishlarda ham bularda operativ ish uslubini o'zgartirish va tadbirkorni javobgarligini keskin oshirish. U qonundan ham, Xudodan ham qo'rqsin. Hozir ikkalasidan ham qo'rqmayapti. Chunki unga ma'muriy bitta shtraf berilyapti-da, u 150 talab maktab bog'chasi yo maktabdagi bolalar zaharlantirib qo'yapti-da, ozgina shtraf bilan qutulib ketib qolyapti. Albatta bundan keyin yana bemalol u ishini davom ettiryapti. Senatorlar maktablarda bolalarning ovqatlanishini to'g'ri tashkil etish uchun kompleks yondashuvlarni ishlab chiqish, outsourcing tizimi kamchiliklarini o'rganish, bu borada barcha tomonlarning mas'uliyatini oshirish kerakligini qayd etishdi. Hozirda bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2 ta qarori tayyorlanayotganligi ma'lum qilindi. 23-yalpi majlisda Senat vakolatiga kiradigan yana boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Senatorlar xususan sudyalarning maxsus kiyimi tasnifi va namunasini tasdiqlashdi. Endi sudyalarimiz mana shunday maxsus kiyimda o'z faoliyatlarini amalga oshirishadi. Shu yerning o'zida Oliy sud tarkibiga 4 nafar yangi sudya qo'shildi. Senatorlar ularning nomzodini ma'qullashdi.